Jorj Samuel Kleyson. Moliyaviy muvaffaqiyatning qadimiy sirlari. Vavilonlik eng boy odam. Audio kitob. Benzer shahardagi tinimsiz harakatlarni eshitmas va ularga e'tibor ham bermasdi. Tanish lira, ya'ni qadimgi cholg'u turi sadosidan u o'ziga kelib, qarshisida kayfiyati chog', yaqin do'sti sozanda Kobbi turganini ko'rdi. Senga Allohning behisob karami bo'lsin, mening aziz do'stim, dedi Kobbi. Bilishimcha, shundoq ham senga allaqachon yaxshilik qilib qo'yishganga o'xshaydi. Baxtingga sherik bo'lib birgalikda quvonishga ijozat et. Men hatto uni sen bilan baham ko'rishni istardim. Iltimos, menga bugungi bayram kunining nihoyasigacha atigi 2 shekel pul berib tursang. Men ularni hamyoningdan yo'q bo'lib qolganini sezishingdan ham oldinroq qaytaraman. Agar menda 2 shekel bo'lganida ham qovog'ini solib javob qildi Benzer. Ularni hech kimga, hatto senday yaqin do'stimga ham bera olmasdim. Chunki ular mening bor yo'q boyligim bo'lardi. Boylikni esa hech kimga, hatto eng yaqin do'stlarga ham berishmaydi. Nimalar deyapsan? Qichqirdi sozanda. Hamyoningda bitta ham shekel yo'qligiga qaramay qotib o'tiribsanmi? Aravani nega bitkazmayapsan? Ishtahangni nima bilan qondirmoqchisan? O'zingga o'xshamayapsan, do'stim. G'ayrating qayerda qoldi? Seni nimadir ranjitdimi? Ha, nimasini aytay, qo'shildi Benzer. Hammasi o'sha bema'ni tushdan boshlandi. Ichi tangalari to'la chiroyli qizil hamyon belbog'imdan osilib turardi. Unda shekellar ham bor edi. Men ularni boqibeg'amlik bilan tilamchilarga ulashardim. Kumush tangalarni esa xotinimga taqinchoq va o'zimga sovg'alar sotib olishga sarflardim. Unutilmas xursandchilik va mamnunlik tuyg'usi ko'nglimga o'rnashib oldi. Sen mendagi o'zgarishni ko'rib, ilgarigi mehnatkash do'stingni tanimagan bo'larding. Xotinimni aytmaysanmi? Uning chehrasida bitta ham ajin yo'q. Baxtdan yuzidan nur taralardi. U yana men qachonlardir sevib qolgan quvnoq qizga aylanib qolgan edi. Chindan ham yoqimli tush, Benzer. Lekin nega endi qalbingda uyg'ongan shunday ajoyib hissiyot seni g'am qayg'uga botgan haykalga aylantirib qo'ydi? Shoshilmasdan qolganini eshitsang-chi. Uyg'onganimdan keyin hamyonim bo'mbo'sh ekanligi esimga tushib, meni qattiq norozilik chulg'ab oldi. Bu muammoni hal etishda menga yordam ber. Axir dengizchilar tili bilan aytganda, biz sen bilan bir kemada ketyapmiz. Yoshligimizdan ilm izlab ruhoniylarga qatnadik. Birgalikda vaqt xushlik qildik. Yillar davomida do'stligimiz faqatgina mustahkamlanib bordi. Biz o'zimizdan va hayotimizdan mamnun edik. Mehnat qilib pul topish bizga huzur baxsh etardi. Maoshimizni esa emin-erkin sarflardik. Oxirgi paytlarda biz ozmuncha pul ishlab topganimiz yo'q, lekin boylik qanchalik xursandchilik olib kelishini bila turib ham u haqida faqat orzu qilishdan nariga o'tmayapmiz. Ey voh, endi tovuq miyalardan farqimiz yo'q ekanda. Vaholanki, atrofimizda boylik oz emas, lekin bulardan shaxsan bizga qanday naf? Mana qara, shuncha uzoq mashaqqatli yillardan keyin ham sen, mening eng yaqin do'stim, yonimga bo'sh hamyon bilan kelib, mendan qandaydir bir arzimas 1-2 shekel qarzga berishimni so'rayapsan. Xo'sh, men bunga nima deb javob berdim? Mana mening hamyonim, men undagi borini bajonidil sen bilan baham ko'raman dedimmi? Yo'q. Buning o'rniga men hamyonim xuddi senikiga o'xshab bo'mbo'sh ekanligini tan oldim. Nega shunday? Nima uchun bizda ovqatga ham, kiyim-kechakka ham yetarli oltin va kumushlar yo'q? Endi o'g'illarimiz haqida o'ylab ko'r, davom etdi Benzer. Axir ularning peshonasiga ham xuddi otalarinikidek taqdir bitilgan emasmi? Nahotki ular va ularning farzandlari, keyinchalik esa farzandlarining oilalari ham birovlarning dabdabali hayoti hamda boyligi qurshovida faqat echki suti va bo'tqa bilan qanoatlanib yashashiga to'g'ri keladi.
Shuncha paytdan beri sen bilan do'st bo'lishimga qaramay, biror marta ham sendan bunday gaplarni eshitmagandim, Benzir, dedi biroz o'ylanib qolgan Kobbi. Benzir gapida davom etdi. Shu paytgacha bunday fikr hech qachon miyamga ham kelmagan. Tong sahardan kechgacha jon kuydirib ishladim. Eng ajoyib aravalarni yasadim va qachonlardir ma'budlar qilgan mehnatlarimni munosib baholab, menga farovon hayot ato etishlariga umid qildim. Lekin oqibatda bunday bo'lib chiqmadi. Men kutish befoyda ekanligini tushunib yetdim. Shuning uchun qalbim qayg'uga botgan. Men boy bo'lishni istayman. Yerlarim va podalarim, chiroyli kiyimlarim va hamyonim to'la pul bo'lishini istayman. Buning uchun ustaxonamda bor g'ayratimni sarflab tinimsiz ishlashga tayyorman. Lekin shu bilan birga qilgan mehnatim munosib taqdirlanishini istayman. Boshqalardan nimamiz kam? Savolimni yana takrorlayman. Nima uchun biz farovon hayot kechirayotgan insonlarga nasib qilgan xursandchiliklarning hech bo'lmaganda ozginasidan bo'lsa ham bahra ololmaymiz? Bu savolingga javob berolmayman, xitob qildi Kobbi. Mening hayotim ham senikidan ortiq emas. Liradan keladigan daromad tez sarf bo'lyapti. Oilam och qolmasligi uchun pulni o'ylab ishlatishimga va tejashimga to'g'ri kelyapti. Mening ham qalbim to'rida saqlab yurgan niyatim bor. Qani endi katta liraga ega bo'lsam, uning jarangida shunaqa ohanglar yaratardimki, a'zoi badaning jimirlab ketardi. Bunaqa asbob bilan yaratilgan ushbu sehrli kuy hatto podshohni ham hayratga solgan bo'lardi. Sen bunday lira sohibi bo'lishga munosibsan. Butun Vaviloniyada hech kim uni sendan yaxshiroq chalolmaydi. Boshqa hech kim nafaqat podshohni, hatto ma'budlarni ham hayratda qoldiradigan darajada uni mayin kuylata olmaydi. Lekin biz xuddi podshohning qullaridek qashshoq bo'la turib, bunday orzuni amalga oshira olmadik. Shovqinni eshityapsanmi? Ular kelishyapti, deb Benzir daryo tomonidan shaharning tor ko'chalari bo'ylab tepaga uzun saf tortib borayotgan yarim yalang'och, yuzlaridan ter tomchilayotgan suv tashuvchi qullarga ishora qildi. Qullar har bir qatorda 5 tadan bo'lib, suv to'ldirilgan og'ir charm meshlarning og'irligidan 2 bukilib borishardi. Oldinda boshlab borayotgan qulga qara, qanday kelishgan-a, deya Kobbi safning boshida yuksiz bir tekis qadam tashlab borayotgan zabardast polvonga ishora qildi. Hoynahoy u o'z yurtida buyuk odam bo'lgan bo'lsa kerak. Ular orasida ajoyib mehnatkash, halol erkaklar ko'p, gapiga qo'shildi Benzir. Xuddi sen bilan mendek. Uzun bo'yli, malla soch shimolliklar, xush tabiatli janubli qora tanlilar, qo'shni mamlakatdan pakana sariq tanlilar. Bularning hammasi kun sayin, yil sayin daryolardan osma bog'larga va osma bog'lardan yana ortga tinmay qatnashardi. Baxtga erishishga hech qanday umid yo'q. Ularning ovqatlari bo'tqa, to'shaklari esa somondan yasalgan buyra. Bu bechoralarga mening rahmim keladi, Kobbi. Men ham ularga achinaman, lekin sen baribir meni biz ozod insonlardan bo'lsak ham qismatimiz farqi ularnikidan unchalik katta emasligiga ishontirmoqchi bo'lyapsan. Gaping to'g'ri, Kobbi. Bunday xayollar menga tinchlik bermayapti. Axir biz yildan yilga qullarcha hayot kechirishni istamaymiz-ku. Shunga qaramasdan, oldinda hayotning yaxshilanishiga hech qanday umid bo'lmasa ham ishlash kerak. Ehtimol boshqalarga ma'lum bo'lgan boy bo'lish sirlarini bilmasmiz, so'radi Kobbi. Ha, sen haqdirsan. Bunda qandaydir bir sir bor. Va bu sirni faqatgina shu ishning ustalari bilib olishi mumkin, dedi Benzir. Bugun gap boshladi Kobbi. Men eski oshnamiz Arkadni uchratdim. U o'zining oltin aravasida ketayotgandi, lekin shunisi ahamiyatliki,
u shaharning boshqa zodagonlariga o'xshab menday faqir inson bilan o'zini katta tutgani yo'q. Aksincha, u ko'chadagilarning hammasiga ko'rinarli qilib qo'l berishib do'stona salomlashdi. Aytishlaricha, u Vaviloniyaning eng boy odami emish, g'o'ldiradi Benzir. Ha, chindan ham boyki, hatto podshohning o'zi ham xazinani to'ldirish haqida gap ketganida unga murojaat qiladi, javob qildi Kobbi. Ha, gapni bo'ldi Benzir. Mabodo Arkadni tunda uchratib qolsam, uning to'la hamyonini tunash istagidan o'zimni tiya olmay qolaman deb qo'rqaman. Qo'ysangchi shunaqa rasvo gapni, ta'na qildi unga Kobbi. Kishining boyligi hamyonining qalinligi bilan o'lchanmaydi. To'la hamyon ham agarda uni to'ldirib turadigan manba bo'lmasa, tezda bo'shab qoladi. Arkadning har qancha sarf xarajat qilishiga qaramasdan, hamyonini hamisha to'ldirib turadigan daromadi bor. Daromad, mana gap nimada, xitob qildi Benzir. Menga shunday ishonchli daromad manbai kerakki, men hozirgiday panjara ostida o'tirishim yoki uzoq mamlakatlar bo'ylab sayohatda bo'lishimdan qat'iy nazar, u doimo hamyonimga pul keltirib turishi kerak. Arkad hoynahoy daromad manbaini topish yo'lini biladi. Nima deb o'ylaysan? U mening betaraf fikrlarimga aniqlik kirita olarmikan? Menimcha, u o'zining o'g'li Nomazirga o'rgatgan, javob berdi Kobbi. Axir aytishlaricha, otasining hech qanday yordamisiz shaharning eng badavlat odamlaridan biriga aylangan shu emasmi? Kobbi, sen menga ajoyib g'oya berding. Benzirning ko'zlarida o't chaqnadi. Axir do'stdan dono maslahat so'rasam, mendan hech narsa ketmaydi-ku. Har holda Arkad menga begona bo'lib qolmagan. Qolaversa, bizning hamyonlarimiz chumchuqning uyasiday bo'm-bo'sh bo'lib qolganligi hech ham fojia emas. Bu narsa bizni to'xtatmasligi kerak. Sening atrofing boylikka to'la bo'lgan paytda qashshoq bo'lib qolish uyat. Biz boy bo'lishni istaymiz. Yaxshisi yur, Arkadning yoniga borib, undan va topgan mol dunyosi haqida so'zlab berishni so'raymiz. So'zlaring ajoyib, Benzir. Ular meni ham o'ylantirib qo'ydi. Nazarimda, men nima uchun haligacha boylik mazasini tatib ko'rmaganligimiz sababini anglay boshlayapman. Menimcha, biz hech qachon axtarmaganmiz ham. Sen sabr-toqat bilan aravalaringni yo'nib, bu ishga bor kuchingni sarflading va nihoyatda o'z ishingning haqiqiy ustasiga aylanding. Men esa ilojim boricha yaxshi kuychi bo'lishga harakat qildim va bunga erishdim ham. Ha, biz o'zimizni baxshida qilgan ishlarimizda muvaffaqiyatga erishdik. Mana nihoyat ko'zlarimiz ochilib, oldimizda xuddi yorug' nur charaqlagandek bo'ldi. U ongimizni ravshanlashtirdi va biz o'zimizni bundan ham ortiqrog'iga munosib ekanligimizni tushunib yetdik. Hayot sirlarini yangidan anglashimiz, bizga istaklarimizni munosib tarzda amalga oshirishimizga yordam beradi. Kel, bu ishga yoshlikdan birga o'sgan do'stlarimizni ham taklif etamiz. Dono odamning gaplarini eshitish ularga ham asqotishi mumkin. Benzir, hamisha do'stlaring haqida g'amxo'rlik qilasan. Shuning uchun ham do'stlaring ko'p. Mayli, sen aytgancha bo'la qolsin. Bugunoq Arkadning oldiga boramiz.